Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari. Ishlar bilan charchamay yuribsizlarmi? Bugun biz xudosi inshaalloh bugungi sanamiz 7-mart juma ayomi hisoblanadi. Hammangizga juma ayomlaringiz va ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugun biz sizlar bilan inshaalloh Xudo xolasa narx-navolar, motoblok Toshkentdagi motoblok narxlarini faolni tanishtirib o'tamiz. Bizning manzil Toshkentda joylashgan. Bizda kredit bo'lib to'lash yo'q, faqat naqdga bo'lgani uchun narxi ancha arzon va suv tekin narxlarda. Videoni oxirigacha ko'ring. Videoni oxirida o'zingizga kommentariyangizda xulosangizni yozib qoldiring. Unday bo'lsa biz boshladik. Hozirgi vaqtda ko'pchilik so'raydi, ukam 3.200 lik motobloging bormi? Ukam 3.200 lik motobloging bormi deganlar uchun mana Aren firmasi tegishli 3.800 sotilgan motoblok ro'za Ramazon oyida 3.200.000 so'mdan qilib beryapmiz. 3 qator o'ngda, 3 qator chapda frezasi va komplektatsiyasida mavjud frezalar bilan qilib beramiz. Yo, Bizon degan firmasiniki kerak deganlar uchun Bizon firmasiniki ham mavjud. Mana ko'pchilik so'raydi, rullar ligrovka bo'ladi. Mana rullari ham Bizon firmasiga tegishli 3.200.000 so'mdan bizdan kelib xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Buniki 4 qatorli freza bo'ladi. Bizon 3.200.000 so'm, Arengardan 3.200.000 so'm. Statorliga so'rovchi oldiga faraz so'rovchilar uchun statorlik variantlari yetib kelgan. Narxlari suv tekin narxlarda 4 million so'mdan qilib beramiz. Everest firmasiga tegishli motoblogimiz 3.400.000 so'm. Everest firmasiga tegishli mana 7 ta ot kuchi. Esko firmasiga tegishli 15 ot kuchli motoblogimiz mana bir ko'rishingiz mumkin. 190 motorlar bilan jihozlangan. Akkumulyatorlar katta Damas akkumulyatorlar qo'yilgan. Narxlariga keladigan bo'lsak 7.900.000 so'mdan qilib beramiz. Endi kichkina motoblok so'rovchilar uchun mana gazon kaselkaniki ham mavjud. 1.900.000 so'mdan qilib beramiz. Xo'sh, ukam avtomat korobkali motoblok so'rovchilar uchun Roll firmasiga tegishli rementli motoblogimiz hisoblanadi. Roll firmasiga. Bu firmani eshitmagan inson bo'lmasa kerak, Durel, Bolgarka, Shurpoyor mo'ylarigacha mavjud. Bemalol kelib, cheklanmagan miqdorda xarid qilib ketishlaringiz mumkin. Narxlariga keladigan bo'lsak, komplektatsiya 3 qator o'ngda, 3 qator chapda frezasi va bitta orqasiga mamdaqa ochari bilan qilib beramiz. Narxi 3.900.000 so'm. Bu avtomat korobka hisoblanadi. Bu avtomat korobka degani siz hech qanday stepleniya yo mana bunday stepleniya zadniy yo'tish shart emas, hammasi skorida joylashgan bo'ladi. Buni yoshi katta insonlar ham, qariyalar ham, momoylar ham, buvalar ham hammasi ishlatsa bo'ladi. Moy datchiklar bilan ham jihozlangan. Komplektatsiyasi frezeri, ochari bilan qilib beramiz. 3.800.000 so'm. Xo'sh, kimga kerak bo'lsa mana o'shandan, yo'q, menga boshqa firmani kerak deganlar uchun Grenix degan firmaniki ham mavjud. Xuddi shunday narxi ham shu 3.800.000 qilib beramiz. Ko'pchilik so'raydi, mana ocharlar kerakmi, pluglar kerakmi? Hammasi mavjud. Ligrovchdan plug kerakmi? Hamma narsamiz bor. Selkalar so'rovchilar selka. Plug ariq ocharlar 250.000 so'm. Temir balonlari bor 650.000 so'm. Endi qaldirg'ochlar bor Xitoydagi 550.000 so'm. Mana svarishni apparat so'rovchilar uchun drill bolgarkalarimiz bor. Hamma narsamiz bor. Kuluch naborlar bilan bemalol hamma narsani 100 uchun komplekt qilib ketishingiz mumkin. Endi salarishli motoblok so'rovchilar uchun salarkali motoblogimiz ham mavjud. Bemalol kelaverasizlar. Fora firmasiga tegishli 5 ot kuchi, lekin 7 ot kuchini beradi. Chunki deganda buni motori mana 173 motor hisoblanadi. 173 5 HP yozuv ostida keladi. 7 ot kuchli motoblokning kuchini bemalol beradi. Narxiga keladigan bo'lsak 5.5 million so'mdan qilib beramiz. 7 ga 9 motoblok so'rovchilar uchun mana original, balki ham o'yib yozilgan, zavodda o'zining qo'sh filtrlar bilan jihozlangan 5.300.000 so'mdan kelib cheklanmagan miqdorda olib ketishlaringiz mumkin. Endi kattaroq motoblok so'rovchilar uchun kattaroq 17 dan yuqorilari Zubr motobloklari ham bor. Mana ko'rib turganingizdek, o'ynaydigan pulligimiz, mana qo'shimcha balon oluvchilar uchun balonlarimiz ham bor. Bizni kuzatishda davom eting. Endi navbat katta motobloklarda bo'ladi. Ko'pchiliklar arava so'raydi. Aravalarimiz ham mana bor. Cheklanmagan miqdorda kelib xarid qilishlari mumkin.
narxlari qiziq bo'layotgan bo'lsa, arabalarimizning narxlari atiga 2 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Xohlaganlarga pachka mana pachka Skelatdan kelib olib ketaverasizlar. Skelat joylashgan. Biz optim joy bemalol cheklanmagan miqdorda kelib olib ketishlaringiz mumkin. Kimga nechta kerak bo'lsa bemalol telefon qilishlari mumkin. Optim chaykalar telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol cheklanmagan miqdorda xarid qilishingiz mumkin. Skelatimiz biz bemalol telefon qilib so'rayverasizlar. Endi navbat mana katta motobloglarimizga yetib keldi. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. 9, 7 mana xohlagan to'lovdan mavjud. Arien firmasiga tegishli motoblogimiz hozirgi vaqtda 4,5 million so'mdan sotilyapti. Aksiyaga turgan narxi, o'zini tan narxi avval 5 million 500, 5 million 600, eng kami 5 million 300 minggacha sotilgan motoblog endi bizdan kelib 4,5 million so'mga xarid qilishlaringiz mumkin. Sizlar mana reduktorlariga e'tibor beringizlar. Leboy vaqt motoblog olayotgan vaqtda mana shu reduktor baquvvat bo'lmasa motoblog uzoqqa bormaydi. Chunki deganda mana bu narsa puluk, arig'ochar qo'yasizmi, arava qo'yasizmi, shu taraf nozik bo'lsa, mana bu yulinib ketadi bu yoqqa. Keyin sizga yaramay qoladi. Shuning uchun ham motoblogni shaharga qarab olingizlar, kачествоsi zo'r chiqadi. Bu Arien firmasi 4,5 million so'm, 7 ga 9 so'rovchi Arien firmasining statorlar bilan jihozlangan Arien firmasiniki 6,5 million so'm, 9 ot kuchligi 7 million so'm, 17 ta ot kuchi 7,5 million so'm. Texanikini so'rovchilar uchun Texa firmasinikini ham mavjud. Vema, Rolf mana ko'rib turgan hamma motobloglarimiz bor. Eski so'rovchilar uchun 7 ot kuchli eski motobloglarimiz ham bor. Rolf motoblogini ishqibozlari uchun 7 ta ot kuchli Rolf motobloglari bor. 3 ta skorlik mana ko'rsaman. 3 ta skor oldinda uradi, bitta minus orqada 4 ta. Yana baloniga pachimliklari ham mavjud. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Vema motoblogini so'rovchilar uchun Vema motobloglarimiz ham mavjud. 7 ga 9 salarga benzin hammasi bor. Mabodo ko'plar narxini aytib ketolmagan bo'lsak, ming bor uzr so'raymiz. Bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda kimga nechta kerak bo'lsa, optim bazasidan kelib xohlaganlarga terilgan, xohlaganlarga pachka qilib beramiz. Mana Skelatdan kelib olib ketishlaringiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda Texa, Vema, Rolf, Arien, Greenix hamma firmalarimiz mavjud. Kimga nechta kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Like, podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'lamiz.